Assalomu alaykum do'stlar. Birinchi etajda Urganch City'da 3 xonali kvartira sotuvga chiqdi. Yevrotemirdan chiqqan 80 kvadrat metr barcha jihozlari bilan. Yurtdoshlar subsidiyadan ham foydalansanizlar bo'ladi, ya'ni ustidan naqd pulda berib kelishtirib olaverasizlar. Qani ketdik, ichkari qismini tanishib chiqamiz. Kadastri tayyor ekan. Etajimizda 3 xonadan 3 kvartira bo'ladi. Shuning uteplionli ajoyib eshiklar qo'yilgan bo'ladi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bismillah. Girish qismimiz keng koridor kutib oladi bizani. Do'stlar, shuning balandligina gap yo'q. Aboydan chiqqan patologlar ham ishlangan, galogenlar, lyustralar taqilgan. Eshiklar high-tech eshiklar qo'yilgan, laminatlar ham döşelgan, gilamlar döşelgan. Isitish tizimlari ham tashalgan bo'ladi. Endi do'stlar, ilgandan chap tomonda rakovinamiz, kafellar ham bor, smesителlar ham taqilgan do'stlar. Tartmoq polchalar. Endi bu yerda prixojniy mebel zonamiz. Bir yandan danışıp ketaveramiz, kuzatishni davom etinglar do'stlar. Eshiklar, ajoyib eshiklar qo'yilgan. Bu yerda hojatxonasi. Теплый пол управлениялari shurda, ariston o'rnatilgan, dapatalka, kafel, unitazi bor. Tak. Bu yerda esa oshxona bo'ladi. Yurtdoshlar, shunday ajoyib gullar bo'la urilgan, döşelgan, laminati, patologlar ham ajoyib lyustralar bilan inakislari. Кухонный sharoit do'stlar. Maksimal darajada. Посудомоечный kafel fartiklar urilgan kuxonyasidan do'stlar. Vытяжкасы, gaz plitasi, bu yerda отдельный santexnik ishlar uchun korplar, jaluzilari. Endi bu akvaplastiklarning eng yaxshi sifatlisidan o'rnatilgan ekan do'stlar. Kelib o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Aytganimizdek, maqtanimizdek, bu hamma narsasi chotki did bilan ishlangan. Tak, endi bu yerda spalnimiz bo'ladi yurtdoshlar. Spalni bu yerda ham shu döşelgan, maksimalniy sharoit patologlardan ham ishlangan. Lyustralarni taqib qo'ydilar. Spalni garnitura komplekt sig'adi kattasidan. Bu yerda yana bir spalnimiz bor do'stlar. Bu yerda komfortli, chotki remont qilingan. Dizaynga gap yo'q, yarqi svetlardan foydalanilgan. Ajoyib bo'ladi. Bu yerda yuvishxonamiz, vannasi, smesителlar taqilgan, dapasalka kafellar, vытяжкасini o'rnatib berasizlar. Patologlar natijnoy bilan освещениялari bor ekan, unda vытяжкасini qo'yib beradilar do'stlar. Ajoyib fikr mashin joynadan bor, rakovinasi bor. Bu yerda zali ikkili eshik qo'yilgan bo'ladi. Zalimiz katta tushgan, 80 kvadrat metr, umumiy kvadrat metrga qarab olsak, gilamlar ham ajoyib bundan döşab qo'yibdilar. Lyustralar, освещениялар. Kelinglar, ko'ringlar, savdolashib olinglar do'stlar. Konditsioner tochkalaridan ham tashlaganlar. Isitish tizimlari, registr. Layklarni bosib berasizlar degan umidamiz. Yurtdoshlar, joyimiz ajoyib remont qilingan, 80 kvadrat metr, birinchi etajda Urganch City'da. Subsidiyasi bor. Kelinglar, ko'ringlar. Kelishtirib beraman deb turibdi. Narxini описаниеda, названиеda yozib qoldiramiz. Aluvchilarga nasib etsin. Salomat bo'ling. Keyingi videolarımızda görüşünce xayr.